Hozir mana endi ishni bitirib chiqdik endi aka, mana ko'rganingizdan. Nima ishingizmi? Ha, xudo xohlasa. Ha, aka, aytib qo'yib, Robiya shifo mana yaxshi joy, MRT, hamma yo'g'i bor aka. Nima shifo? Robiya shifo. Ama eski chinorlar mana shu yerda qoldi hozircha aka. Asakada. Bekor olib bizamasa videoga. Kesib olaman endi. Bildirib qo'yib bizga qaytalik. Kesuvchilarga. Albatta bu hazır. Aha. Asfalt bo'lgandan beri mana hamma mazza qilib yuribdi mana. Men tashin nimadan endi buyuryapman, asfalt bo'lgandan beri chiroyli bo'libdi. 9 yo'li. 9 yo'li deb berdi. Bu o'sha eski mahalla deyishadi biznikidan. Aha. Mana shu yerda katta bo'lgan-ku. Akamni amakimni. Bu yoq, dev yo'li, hamma yo'q dev yo'li o'rabdi bu yerlarda. Mana shu ko'cha. Eski mahalla deb. Korobka mahalla deb ham edi. Paddonchilar, korobkachilar, korobka ko'cha. Shafaq deb qo'yaman aka, quyoshning oxiri. Nimaga korobka deb men boshqalar asakalar biladi, boshqalar so'rashi mumkin. Devdan chiqqan korobkalarni, kardonlarni olishib, qayta ishlab, chiroyli upakovka qilinib qo'yib beradi. Qayta ishlashga tayyorlab beradi. Sakaz masalan, pechenye zavodmi, parashoy zavodmi shularga chiroyli qilib beradi bu yerdagilar. Mana aka dev yo'llar, dev domlari. Bu yerlar ancha obodlashdi. Bu yerlarni gapirganmiz, bu Yusakobodni tayda mana qiskamekalar, mana archalar. Endi vaqtimiz ketyapmizmi endi hozir? Ha, aka hozir uchastkaga ketyapmiz. Oldin domda edi. Obunachilar biladi, ko'pchilik tanishlar. Buni yangi qo'ydi-da. Acha, uni qo'yishibdi. Acha tikka. O'tacha balandroq. Mayli qo'rganda, mayli bu 4 tosh banisamiz mayda yozing. Shahar markaziy banisa mashida. Asosan skoylar yuratib edi. Qanday naslga ketdik, undan bir sakrab tushsa kerak deb o'ylayman. Nali orqasi skoylar orqasida yotib ketdi. Abi tez yuzatganda chopir sekillab o'tmaydi. Shaxsiy ekstremniy bo'lib qoldi, televizorda. Ha. Shin chichi shu yerdan o'ylamabdi-da. Sandek yotoqroqdan qo'ysa bo'ladimi deyman-da, baxtajim. Bunday edi hozir mana. Tikka. Necha gradus bu? Qanaqa gradus? 90. 90 bilan. Balki endi bilmadim. Ular sal yotoqroqdan qo'yish kerak. Graduslarga chiqib qolmaylik hozir. Mana bu yerga kamera o'rnatilgan aka. Mana ishtirokchi yozyapman. Aha. Mana. Mana. Haligi aka, nishaydi. Shunday chiqishaveradi. Buni endi asaka deb qo'yibdi-da aka. Eplasang yur deb qo'ydik. Hali islomiyada gapi bor. Barestami? Baksio. Ha, Baksio. Osmonga kak rasman, osmonda qora bulut, asaka havli hudud deb beradi. Islomiyada gapi bor. Mana shu yerdan anaqa boshiga qo'yib qo'ying, islomiy ham beradi-da. Bo'ldi aka. Islomiyada asa deb bergan joyim bor, asli ham qirqib beraman. Yo'q. O'zini qo'yib qo'yasiz. Молодец. Mana bu yerda o'z asakalar biladi, shunaqa treylerlarga shu avtomashinalarimiz yuklash jarayonlar shart emas, bu hozir axborot davr emas bu. Endi jurnalist bo'lyapmiz. Ko'bitlarni yuklayapti deb qo'ying, bo'ldi tamom. O'zi avtomashinalar. Aka ikkinchi havoga to'xtang. Ikkinchi havo. Qo'ying to'xtang. Ko'p xotiralar o'tganda aka. Ikkinchi havo. Avtomobillarni joylamoqda. Endi jurnalist bo'lyapmiz aka, oliy ma'lumotli. Bo'ldi, uni nima qilavering? Qaysi bilan kiring? Nariyadan kiring. Aha. Mana. Chang yo'q, qarang aka yomg'irda. Mana Amerika, Koreyalarda tiniq chiqadi, yozgan videolar. Ha, rasmlar. Chang yo'ligidanda. Bu yerda nima yo'li? Atrof suv, dengiz, okean deydimi, nima? Namlik yuqori. Aslida chang yo'q shekilli. Tiniq chiqadi. Tiniq chiqadi-da, nimalar? Yomg'irdan keyin videosiz maza qilasiz-da. Metan chiroyli bityapti aka mana. Shu sekinlashib ketdi-da, shuni ham tezroq bitkazishib, shaharni ko'rkiga ko'rk qo'shsa, aholiga foydalanishga topshirmadi. Nima bo'lsa ham, banitsami, mehmonxonami. Abadiyga o'tyapti. Avtomobillarmi? Nima qanaqa oshxona? Saysan asl milliy taomlar aka bu mana. Asl milliy taomlar. Mana kim ketaman? Ha, Sabo magazindan oldin kiramiz aka. Baxtiyorlikni bilib olyapsizlar, mana bog'da kerak bo'lib qolsa, Ekstreniy holatlarda kelaverasizlar.
Meni uyimni ham ko'rib oldinglar mana. Daryodan buring aka bir yo'la. Nega? Trekkerni ham ko'rsataylik. Endi blokmanda. Ha, bo'pti. Maslag'asi kirib ketilaveradi. Sabah magazin. Bizlarimizni beryapmiz mana. Orientirlar bilan Sabah magazin deb. Men mola kimgadir kerak bo'lsa kelib. Ha. Hali yaxshi maqsadlarda. Istab topib. Ana. Bu yoqdan ham yursa bo'laveradi. Bu ayri ko'cha. Ha, o'rtaga kassa bo'yida o'rta qolib ketgan. Mana odamni uyi mana burada. Ha, aka uy. Biz o'qigan. Ikki tomondan eshik olsa bo'laveradi-da. Bitta odam uyi emas bu. Menimcha bitta bo'lsa kerak. Men ham hali to'liq qiziqmadim. O'zing ko'chib kelgansiz. Ha, yaqin ko'chib keldik-ku. O. Mana bitta odam uyigan. Ha, ana. Ammo bizning mahallada ham haligi lejaющийlar bor. Endi hali davlat qurmagan mahalla qo'ydi. O. Sho'ri tez yuradi. Yo'q-a? Ha. Toshkentga bosadi, to'sin. Kamazlar remont qilyapti mayda. Mayda haligi shirin suv bor. Ko'pchilik kelyapti ketadi. Kranik almashtirasizlar. Ha, pistoletni olib Durishni o'qib qo'ydik. Durishni o'qib qo'ydik. Ha, shirin suv deganimga asakaylar tushunadi, asakalik emaslarga bu gapim. Bizda suvimiz anaqada. Chicha bemazoq. Chicha bemazoq. Nimaga yaroqsiz? Iste'molga yaroqsiz. Ozgina. Bu yerdagi suv devga kelganligini shirin iste'molga yaroqli. Bu yerda choyxona debsangiz o'zingiz ham maza qilasiz. Ana boshqa domlarga, boshqa tarqatadigan suv ichsa bemazaroq. Mana shunga bizda ikki xil suv bor. Shirin suv, keyin bemaza suv. Ha, asakalar o'zi ajratib bo'lgan. Asakalar bitta tepada asakalar. Shirin suv olib keling deydi, mana olib keling deb qo'yishadi. Biz dunyo bo'ylab yuzadagi odamlar. Ha. Tushuncha. Qolganlarga tushuntirib qo'yapman. Mana shirin suv olib ketyapman. Ha, shirin suv olib ketyapti bolacha. Bolani shunday olib bitta rasm qilsangiz, bilasizmi qanaqangi zo'r ma'no bola chiqadi. Ammo haqiqatan shirin suvligi bilinar ekan. Toshkentdagi mayli gapirdim. Siyosiylashib ketamiz, qo'yinglar. O, ana. Met sotiladi mana aka. Voy. Ha. Ehti to'lasizmi yerda? To'rayib ketdi bo'lsa, sekin-sekin. Ha, bitta community akaxon zilda Burilyapti dedim, yemirilyapti dedim. g'ishi bilan yuraveribdi zilda. Community akaxon. Mana bu yoqlari ham ko'chalar, 11-ko'chalar, 9-ko'cha mana aka. 9-ko'chada turasizmi? Ha, aytib o'tib ketay. Ma'lumot o'rnida. Lampochkalarni, stalbani tashabbuslar bilan mana yoqtirib qo'ydi. Hamma takansa boshdan oxirigacha ko'chada lampochka bor. Kim tashabbusi? Biz o'zimiz tashabbus. Fuqarolar mahalla. Mahalla faollarini 3-4 ta mahalla faolining tashabbusi bilan yoqtirib qo'ydi. Ha, savobli aka mana. Kechasida kimdir nimadir o'g'irlab qochsa ham ko'rinadi. Ha, aka. Arzimagan summadan tushdi endi mayli. Endi charog'onda qarangmi, kechasida ne boshdan oxirigacha kimligi ko'rinadi. Odam ketayotgan. Hatto igna tashlab topib qolyapsizmi? Hech mana igna topsa bo'ladigan darajada olib qo'ydi. Ha, keldik mana. Endi men sekin burib olaman. Ana. O'rtoqlar, davom ettiramiz. Endi shuning bilan haligi ko'rmaganlarga ko'rsatdi aka, asakani sog'inganlarga, yomg'irli ob-havoda yana bir boshqa olamiz. Ha, endi hozir yurgan yo'nalishimizni ko'rsatdik-a. Yo'l yo'lakay degan. Video nima nonda qo'yaman aka? Asaka yo'l yo'lakay deb yozsa. Chiqib qoldik mana hozir. Asaka yo'l yo'lakay deb montaj qilib, xudo xolasa qo'yamiz. Yana qaysi ko'chalar bo'lsa, sog'insa aka, bir borib ko'rsatib kelaveramizda. Ba'zi hamma mahallada tanishingiz bor. Bor. Hamma mahallada biz tanimasak ham biz taniydiganlar chiqadi. Iloji yo'q, ba'zi taniydi, ko'rsatib sekin qo'yaveramizda. Saqa, rahmat sizlarga. Charchamaylar, biz Instagramdan kuzatinglar. Instagramdan biz qo'yib qo'yasan og'asini. Abisaniyada bor. Hamma videomiz tagida abisaniyada Instagramimiz bor. Shu videoda ostida bo'ladi. Instagramdan ham kuzatinglar. Asosan Facebookda faolroqmiz. Ha, bo'lar ekan mana baxtiyorjon. Endi boshqatdan gapiring deymi?
Bu Rahmat haligi sizlarga. Gapiring. tabiiyroq video chiqdi. Montajini ham sodda montaj qilmay qo'yamiz. Montaj qilisham shart. Ha, shunday so'kkan, qo'yamiz. shopir so'kkan joyga tut qo'yib qo'ysiz bo'ldi. Boshqa hech nimasi yo'q. Ha, community shopper. Community'si qolsin mayli. Endi ko'rayotgan obunachilar tabiiy ko'raversin aka. Biz haligi nimadirlarni budrish deb chiqadigan montajlar effektlar qo'ymaymiz-ku. Shunga. Rahmat sizlarga, charchamanglar. Oshimiz kiringlar.